Bugun sizlarga O'zbekiston tarixining eng buyuk farzandlaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ma'lumot keltiraman. Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijonda tug'ilgan. U oddiy inson emas edi. Otasi tomonidan Amir Temur avlodi, onasi tomonidan Chingizxon naslidan edi. Demak, uning tomirida ikki buyuk sulola qoni oqardi. Bobur atigi 11 yoshida taxtga o'tiradi. Yosh bo'lishiga qaramay, katta orzular bilan yashaydi. Eng katta orzusi Samarqandni egallash edi. U bir necha marta Samarqandni qo'lga kiritadi, ammo siyosiy kurashlar sabab uni saqlab qola olmaydi. Shayboniyxon bilan bo'lgan janglardan keyin Bobur Movarounnahrni tark etishga majbur bo'ladi, ammo u taslim bo'lmadi. 1504-yilda Qobulni egallab, u yerda yangi kuch to'playdi. 1526-yil tarixiy burilish nuqtasi, ya'ni Panipat jangida Bobur Dehli sultoni Ibrohim Lodiyni mag'lub etadi. Shundan so'ng Hindistonda Boburiylar saltanati, ya'ni Buyuk Mo'g'ullar imperiyasi tashkil topadi. Bobur faqat sarkarda emas edi, u nozik qalbli shoir ham edi. Uning mashhur asari Boburnoma. Bu asarda u o'z hayoti, janglari, tabiati, shaharlar va insonlar haqida samimiy tarzda yozgan. Masalan, u Andijon haqida shunday yozadi: bu yerda mevalar serob, qovun va uzumlari juda mazali. Bobur Hindistonda ko'plab bog'lar barpo etgan. U tabiatni juda sevgan, adolatli boshqaruv tizimini yo'lga qo'yishga harakat qilgan. 1530-yilda Bobur Agrada vafot etadi. Keyinchalik uning jasadi vasiyatiga ko'ra Qobulga ko'chiriladi. Boburiylar sulolasi qariyb 330 yil hukmronlik qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat jangchi, balki ijodkor, davlat arbobi va buyuk shaxs edi. U bizga kuch, sabr va orzudan voz kechmaslik sabog'ini beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur ruboylaridan biri: har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Bu olam aro keldi, ketdi ko'p odam. Hech kimsa qolmadi bu yerda mangu ham. Yaxshilik ila nom qolur, ey inson, bo'lmasa ketar izsiz hayoting birdan.